echki nima bo'libdi, juni nima bo'lardi? Ha azizlar, sezib turganingizdek javob berdim, boy bo'ldim yoki-da beparasat, itday xor bo'ldim degan ko'rsatuvning birinchi sonini olamiz. Hozir qalbi samimiy insonlardan savol-javob qilamiz. Demak azizlar, bizda birinchi ishtirokchi Nuroniy hoji aka. Hoji aka xorman. Salomat bo'ling bolam. Savol-javob beradi. Uyda gaz yo'q, suv yo'q, pensiya olib qo'yibdi xotin janavar. Problema keraman, savol beraman, pul topasiz, ketasiz hoji aka. Pulli bo'lsa ber. Demak, qish faslining birinchi keladigan oyi Mart. nimaga mart? Xo'ram ber, mart yo'q-ku. Dekabrga sal urg'u berdim. Yo'q. Mart. Kecha svet uçtu. Hamma joy chizniga kirib. Voy, savol beraman, javob berasiz. Qizlarning qoshiga tutadigan o'simlik. Tilim uchib turibdi shu nom. Qani? Yo, nomi aytdim aka. Do'stim qo'ng'iroq qilsa biladimi? Murod. Menni ko'rman uni, men intervyu olishdim mendan. Murod. Tezga san bo'g'i qarab turma, jinni. Bo'laqa. Demak, Javobi Krop. G'anixon aka, kuz faslida nima sarg'ayadi? Odamlar Sabab gaz zapravkalar o'chirib bo'lib, hamma bir-birini so'kkan, urgan, o'shada sarg'ayib vaqt o'tib ketadi. buning javobi bark edi. Bark. G'anixon aka,